Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzumiz virulent faktorlar haqida bo'ladi. Virulent faktorlar o'zi nima, qanday turlari bor, nima uchun bakteriyalar uchun yoki inson organizmi uchun qanday ahamiyati bor haqida ko'rib o'tamiz. O'zi virulent faktor nima deydigan bo'lsak, virulent faktorlar bu bakteriyaning yashovchanligini ta'minlovchi faktorlar deb atalgan. Kengroq tushuntiradigan bo'lsak, qanday? Tasavvur qiling, ma'lum bir turdagi bizda bakteriya bor edi. Bu organizmga tushgandan so'ng bizdagi makrofaglarimiz yoki bo'lmasa umumiy immun organlarimiz bakteriyaga qarshi kurashadi. Shu kurashish mobaynida bakteriya o'zidan ishlab chiqarayotgan shu bir necha xil virulent faktorlarning hisobiga shu immun hujumdan o'zini qutqarib qoladi. Yuqorida aytganimiz kabi bir xil jumla kelib chiqadi, ya'ni bakteriyani o'zi uchun yashovchanligini ta'minlash. Bu degani virulent faktorlarning bo'lishi organizm uchun zararli bo'lishi mumkin. Chunki bakteriya o'zini ishini davom ettirish maqsadida virulent faktorlardan foydalanayotgan bo'lyapti. Bular turlari bor: katalaza, ureaza, kapsulyar polisaxarid, protein A, immunoglobulin A proteaza va M protein kabi turlar bor. Har birini alohida mexanizmini ko'rib chiqamiz. Dastlab do'stlar, hujayrani yoki bo'lsa mahsulotlarni kislorodli mahsulotni parchalovchi 3 xil bizda ferment bor deyilyapti. Bularga yuqorida gaplashganimizdek katalaza u nima ish qiluvdi? Vodorod peroksidni mana bu joyda katalaza fermenti ishtirokida suv hamda kislorodga parchalab yuborayotgan edi. Keyingisi peroksidaza ham vodorod peroksidini parchalaydi. Xuddi yuqoridagi kabi jarayon bilan bir xil kechadi. Uchinchisi superoksid dismutaza, superoksid radikalini quyidagi reaksiya orqali parchalash mumkin bo'lyapti. Ya'niki bizdagi mavjud bo'lgan superoksid kisloroddan oddiy kisloroddan so'ng bizda vodoroddan esa shu vodorod yoki vodorod peroksid va kislorodni hosil qilishda qatnashyapti. Birinchi virulent faktor hisoblangan katalaza haqida gaplashadigan bo'lsak, uni o'zi vazifasi oksidativ portlashdan himoya qilish edi deyilyapti. Xuddi yuqoridagi kabi jarayon bilan bir xil hisoblanyapti. Vodorod peroksidni parchalash natijasida suv hamda kislorodni hosil qilyapti. Endi bu qanday jarayon bo'ladi deydigan bo'lsak, biz bu yerda gaplashganimizdek, tasavvur qiling, yuqoridan yoki bo'lmasa tashqaridan bakteriya organizmga kirib kelyapti. Bu doiracha ichidagilar biz neytrofillarimiz. Neytrofillar tarkibida esa lizosomalar bor. Ya'niki birinchi jarayonda bakteriya shu neytrofil tarkibiga kirishga harakat qilyapti. Ikkinchi bosqichda esa bakteriya lizosomalar bilan qo'shilib olishdi. Ya'niki bakteriya ham neytrofil tarkibiga kirgandan keyin o'zidan qobiq hosil qilib, qobiq o'ralyapti. Bu fagosoma deyiladi. Fagosoma. Va shunga parallel ravishda bizda neytrofillar tarkibida lizosoma ham bor edi. Lizosoma. Va keyingi bosqichda bo'ladigan bo'lsa, shu fagosoma hamda lizosoma birgalashishi natijasida bizda endi fagolizosomani hosil qilyapti. Xo'p, bunda nima bo'lar ekan deydigan bo'lsak, shu fagolizosoma yoki bo'lsa fagosoma va lizosoma birgalikdan qo'shilishi natijasida biz immun hujayramiz yoki neytrofillarimiz tashqaridan kelayotgan bakteriyalarni shu oksidativ burst yoki bo'lsa parchalab yuborish xususiyatiga ega bo'lyapti. Endi bu bizda shu nimadan katalaza fermentsiz bo'layotgan jarayon. Nima bo'lyapti? Oxir-oqibat tashqaridan kirgan bakteriya biz neytrofillarimiz yoki lizosomamiz hisobiga parchalanib ketyapti. Endi o'zi umuman shu jarayonni biz yana ham maydalashtiradigan bo'lsak, qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, mana e'tibor beradigan bo'lsak, oddiy kisloroddan bizga nadef oksidaza ishtirokida bizda nima hosil bo'lyapti? Radioaktiv yoki bo'lsam kislorod hosil bo'lyapti. Bundan esa superoksid dismutaza hisobiga yana nima bo'lyapti? Bundan o'sha quyidagi reaksiyalar hisobiga vodorod peroksid hosil bo'ladi. Endi vodorod peroksid nima bo'ladi degan bo'lsak, mieloperoksidaza ishtirok etadi orada va xlorni o'ziga biriktirish orqali gipoxloridni hosil qilishda qatnashyapti. Endi nima bo'lyapti degan bo'lsak, shu yuqorida gaplashgan bizdagi katalaza shu vodorod peroksidni suv hamda kislorodga parchalab yuborish natijasida bizda endi gipoxlorid hosil bo'lmaydi yoki bo'lmasam shuni hisobiga gipoxlorid hosil bo'lmaganligi sababli katalaza fermenti bakteriyani omon qoldirishga yoki oksidativ portlashdan himoya qilib qolyapti. Endi do'stlar, yuqorida bir qancha bakteriyalar nomlari keltirilgan. Bularga e'tibor beradigan bo'lsak, qisqacha Big
cats have been to place deb nomlangan mnemonika qilingan, ya'ni ko'pgina katta mushuklar ko'pgina joyda bo'lishgan deb tarjima qilyapti. Har bitta so'z bosh harfidagi sabzi rang so'zlarga bittadan bakteriyalar berilgan. Misol uchun Bordetella pertussis bu ko'katlarni keltirib chiqaruvchi bakteriya, Helicobacter pylori esa bizdagi oshqozonda kasallik keltirib chiqaruvchi bo'lgan bakteriya va boshqa bindagi B Burkholderia cepacica, Nocardia va Placedagi har bittasiga bittadan bakteriya Pseudomonas, Listeria, Aspergillus, Candida hamda siydik yo'llarda eng ko'p kasallikka sabab bo'luvchi bakteriyalardan biri hisoblangan Escherichia coli va ikkita S harfiga Serratia va Staphylococcus oilasi misol bo'la oladi. Va quyida e'tibor beradigan bo'lsak, mushuk rasmi qo'yilgan, ya'niki xususiy mikrobiologiya haqida gaplashganimizda, agar shu mushukni rasmi bo'ladigan bo'lsa, qaysi bakteriya haqida gap ketayotgan bo'lsa, demak unda katalaza fermenti bor deb tushunsak bo'ladi. Umumiy gapiradigan bo'lsak, katalaza bu bakteriya uchun qulay hisoblangan virulent faktor. Qiladigan ishi nima bo'ldi deydigan bo'lsak, shu vodorod peroksidini kislorod hamda suvga parchalash orqali bakteriyani oksidativ burst yoki bo'lmasam nobud bo'lishdan saqlab qolayotgan bitta yo'l hisoblanyapti yoki bo'lmasam virulent faktor hisoblanyapti. Va pastdagi misol reaksiyani ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, shu yerdagi reactive oxygen space deydi yoki bo'lmasam zaharli hisoblangan shu kislorod va gipoxloridlarimiz ham nima qilardi, bakteriyani parchalab yuborish mumkin edi. Qachonki yana bizda shu vodorod peroksidga kelganda uni bizdagi katalaza fermenti bo'lib yuboryapti. Bo'lib yuborganligi natijasida yana kislorod hamda suv hosil bo'lyapti va gipoxlorid hosil bo'lmasdan bakteriya uchun bu albatta qo'l kelayotgan bitta jarayon hisoblanyapti. Keyingi virulent faktor esa do'stlar ureaza hisoblanyapti. Bu nima ish qiladi deydigan bo'lsak, shu bizda organizmda mavjud bo'lgan mochevinani ureaza fermenti ishtirokida ammiak hamda karbonat angidrid hosil qilishda qatnashyapti. Endi bizda ammiak va karbonat angidrid hosil bo'lgandan so'ng ammiak o'z navbatida erkin vodorod bilan qo'shilish natijasida ammoniy ionini hosil qiladi. Ammoniy ionini hosil qilganda albatta bu yerda bizda ko'rsak vodorod sarf bo'lyapti. Ammoniy ioni hosil bo'lgandan keyin organizmda shu pH miqdori ortib ketyapti. pH miqdori ortib ketishi degani organizmda ishqorlik muhiti ko'payib ketdi deb tushunsak bo'lardi. Agar pasayib ketganda biz kislotali muhit derdik. Endi ishqorlik muhit ortib ketsa nima bo'ladi degan bo'lsak, misol uchun bu rasmda berilgan Stockhorn kalkuli yoki bug'u shoxlari kabi shaklni egallaydi. Shuni hisobiga bemorlarda nima qiladi? Magniy ortib ketadi. Magniy ortib ketishi esa quyidagi rasmda berilganidek buyraklarning jomchalarida Stockhorn kalkuli yoki bug'usimon shoxni hosil qiladi. Xo'p do'stlar, bizda mnemonika berilgan P-chunks deyilgan, ya'niki har bitta so'z bosh harfiga bittadan bakteriyalar berilgan. Misol uchun birinchi dastlabkida Proteus, undan keyin chunksdagi C ga Cryptococcus, undan keyin shu C dan keyin H harfi bo'lgan Helicobacter pylori va Ureaplasma, N ga Nocardia, Klebsiella, Staphylococcus epidermidis hamda Staphylococcus saprophyticuslar bunga misol bo'la olyapti. Xo'p, endi do'stlar, biz yuqorida ko'rganimizdek bitta ureaza fermenti mavjud bo'lgan vodorod xlorid misolida bir narsani o'rganib o'tamiz. Xo'p, aytsak, shu urea nima bo'lyapti? Ureaza fermenti ishtirokida ammiak hamda karbonat angidrid hosil qilib beryapti-da. Xo'p, endi shu karbonat angidridimiz endi o'ziga vodorod xloridni qo'shib olishi natijasida bizda yana ammoniy xlorid hosil bo'lishi mumkin bo'lgan bitta jarayon. Bunda nima bo'lar ekan degan bo'lsak, Helicobacter pylori nima ish qilardi? Organizmda yoki oshqozonda kasallik keltirib chiqarardi. Bunga olib kelayotgan holatlar esa birinchisida e'tibor beradigan bo'lsak, ureaza fermenti ishtirokida mochevina, ammiak hamda vodorod xloridni hosil qilganligi natijasida endi nima bo'lyapti? Vodorod xlorid sarflanib ketyapti. Chunki nimaga? Chunki ammoniy xlorid hosil bo'lishi kerak ekan edi. Endi tasavvur qiling, oshqozon ichki qismida ammoniy xlorid kamayib ketganligi hisobiga endi bizda nima qilyapti? Unga o'zi qarshi kurashayotgan bakteriyalar, misol uchun biz o'rganayotgan Helicobacter pylorimiz endi oshqozonda bemalol o'tib ketishi mumkin bo'lgan bitta holat. Bu birinchi holat. Ikkinchi holatda qanday bo'ladi degan bo'lsa, ikkinchi holatda shu hosil bo'lgan ammiak
bitta vodorodni berish orqali ammoniy ionini hosil qiladi va boshqa organizmlar hosil qilishda qo'l keladi. Va rasm bu yerda berilgan kanistrda NH3 deb nomlangan, ya'ni bu shu amonyak tarjimasini yoki bo'lmasam ureaza faktoriga o'zimiz uchun bog'lab olsak bo'ladi. Chunki xususiy mikrobiologiya o'tganmiz. Shu rasmni ko'rsakgina, demak biz ureaza fermenti haqida gap ketyapti deb taxmin qilsak bo'ladi. Navbatdagi virulent faktorimiz bizda kapsulyar polisaxarid hisoblanyapti. Ya'ni bu nima edi? Zaryadlangan gidrofil va fagositozdan hamda komplement sistemadan yoki komplement sistemali lizisdan himoya qiluvchi zich polisaxariddan iborat bo'lgan qavat deyiladi. Endi biz fagositoz haqida bundan oldingi virulent faktorlarga gaplashib o'tdik. Endi biz hozir o'zi komplement sistema nima deb savol tug'ilishi mumkin bo'lgan. Komplement sistema o'zi nima deydigan bo'lsak, bizda shu organizmda jigarni ishlab chiqargan S1 dan S9 gacha bo'lgan maxsus oqsillar bor. Bu oqsillar qanday vazifani bajaradi deydigan bo'lsa, shu bakteriya hujayrasi devoridagi maxsus shu devoriga kanalchalar hosil qilish vazifasini bajaradi. Kanalcha hosil qilgandan keyin nima bo'ladi degan shu ion balansini kirish hamda chiqishini ta'minlab turish maqsadida oxir oqibat bakteriya ichkarisiga suvni kiritish orqali bakteriyani lizisini ta'minlab berish funksiyasini bajarib berar edi. Fagositozni gaplashib o'tdik, ya'ni bakteriya organizmga kirgandan keyin bizda bakteriya organizmga kirgandan keyin makrofaglarimiz ishtirokida bakteriyani yutib yuborish xususiyati edi. Endi do'stlar, bularga qaysilar kiradi degan bo'lsa, yana o'sha oldingi darslarda gaplashgan pnevmonikamiz, shin deb nomlangan pnevmonikamiz, ya'ni Staphylococcus pneumonia, Haemophilus influenza va Neisseria meningitislar bunga misol bo'la oladi. Yana o'sha ma'lumot asiplenik bemorlarda xavfi yuqori deyilgan, yoki qaysidir bemorda taloq olib tashlangan bo'lsa, taloqning vazifasi nima edi? Shu immun tizimda ishtirok etib, ayniqsa shu kapsulasi bor bo'lgan bakteriyalarga qarshi kurashish edi. Endi taloq yo'q bo'lgandan keyin shu shin pnevmonikasiga mansub bo'lgan bakteriyalarga organizmning kurashuvchanligi kamayib ketadi. Yana bu yerda bir ma'lumot keltirilgan, qalin polisaxarid yoki juda ham qalin polisaxarid ham bor. Unda polisaxarid kapsulali modda bu Cryptococcus neoformis hisoblanyapti. Bu endi bakteriya emas, zamburug' hisoblanayapti. Xuddi shu rasmdagina o'sha mana sariq rang atrofida belgilab qo'yilgan, bular faqatgina kapsulasi xolos. Keyingi bizda virulent faktorimiz bu protein A hisoblanadi do'stlar. Protein A qanday ish bajarar ekan yoki bunga qaysilar mas'ul bo'lar ekan? Faqatgina bitta bunga misol keltirilgan, Staphylococcus aureus bakteriyasiga misol qilib keltirilgan. Ya'ni nima ekan? Apsonizatsiya va fagositozdan himoya qilinadigan. Fagositozni bildik, qanday jarayon bo'lishini, ya'ni shu bizda tashqi muhitdan bakteriya kirib keladigan bo'lsa, bizning makrofaglarimiz bularni yutib yuborish xususiyatiga ega edi. Xo'p, endi do'stlar, savol tug'ilishi mumkin. Hamma kirgan bakteriya ham har doim ham makrofaglar tomonidan taniladimi yoki yutib yuboriladimi deb savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, albatta, qachonki bakteriya va makrofag o'rtasida tanib olish jarayoni sodir bo'lsagina keyin yutib yuboriladi. Shu tanib olish jarayoni endi bizda apsonizatsiya deb ataladi. Xo'p, bu qanday jarayon bo'ladi deydigan bo'lsa, bu yerda yozgan immunoglobulin G ning FT sohasiga bog'lanib bloklaydi deyilgan. Bu qanday jarayon? Tasavvur qiling, bizda immunoglobulin G xuddi shunaqa Y harfi shaklida. Immunoglobulin G ni ikkita tomoni bor. E'tibor bersangiz, ikki xil tomoni, ya'ni yuqori tomoni bizda FAB qismi deyiladi. FAB antigen binding protein yoki bo'lmasam fragment bog'lovchi antigen deb nomlasak bo'ladi. Pastdagi qismi esa FC qismi hisoblanadi. Bular qanday ish bajaradi, qanaqa jarayon bo'ladi degan bo'lsa, yana xuddi shu jarayon. Ya'niki odatda xuddi FAB qismi bakteriya tomonida, FC qismi esa makrofag tomonga yopishib olish orqali bir-birini tanib oladi. Xo'p, endi protein A bo'lsa, ya'ni Staphylococcus aureusda bu jarayon qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, yana shu Staphylococcus aureus bakteriyasi deydigan bo'lsak, undagi mavjud bo'lgan shu protein A virulent faktor endi immunoglobulin G ni shu FC qismini o'ziga biriktirib oladi. Xuddi normada buni teskarisi bo'lardi. Ya'ni FAB qismi bakteriyaga kirardi yoki bakteriyaga qadalardi.
protein A virulent faktor esa shu fatsa qismini o'ziga biriktirib olganligi natijasida nima qiladi? Makrofaglarga endi birikish uchun yuza qolmayapti. Shuni hisobiga makrofag hamda bakteriya o'rtasida aloqa yoki absenziyasi tanib olish jarayoni sodir bo'lmagani uchun fagositoz ham o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi va bakteriya o'zini himoya qilib oladi. Keyingi virulent faktorimiz do'stlar immunoglobulin A yoki IgA proteaza hisoblanadi. Bu qanday jarayon bajaradi? IgA proteazani parchalab yuborishda hisobiga ishlaydi deyilgan. Bu qanaqa jarayon deydigan bo'lsak, shilliq qavatda mavjud bo'lgan adgeziya va koloniya hosil qilishni kuchaytirib yuboradi. Bularga qaysilar keladi deganda, xuddi o'sha yana bizda shin pnevmonikamiz, streptococcus pneumonia, hemophilus influenza hamda neisseria meningitis misol bo'la oladi. Buni to'liqroq tushunadigan bo'lsak qanday? Bundan oldingi slaydda biz immunoglobulin G'ni xuddi shunday tartibda ekanligini, yoki monomer holatda ekanligini ko'rdik. Endi IgA yoki immunoglobulin A qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, xuddi bir-biriga simmetrik holda joylashgan ikkita dimer hisoblanadi. Bularning o'rtasida xuddi shunday zanjir bo'ladi yoki bo'lmasam G-chain deyiladi. G-chain. Bizda immunoglobulin A yoki shin uchta bakteriyada mavjud bo'lgan IgA proteaza shu nimani chain eritib yuborish xususiyatiga ega. Shuni hisobiga bular nima bo'ladi? Bakteriyalar hujayra devorida adgeziya yoki koloniya hosil qilish kuchayib ketadi. Ya'niki immunoglobulin A IgA o'zi shu shilliq mukoza qavatlarida edi. Endi shu immunoglobulin A keldida shu IgA ni o'zini parchalab yuborish natijasida shilliq qavatlarda adgeziyalanib koloniya hosil qilib o'rnashib olishni boshladi. Va so'nggi bizda virulent faktorlarimiz bizda endi M protein hisoblanyapti. Bunga masalan klassik misol qilib A guruh streptokoklarni Streptococcus pyogenes misol qilib keltirilgan. Buni ham vazifasi shu fagositozdan himoya qiladi. Faqat boshqacharoq tartibda qanday deydigan bo'lsa, bu yerda yozilganki, molekulyar mimikriya qiladi yoki bo'lmasa bizdagi yurakdagi kardial miyazinlar hisobiga bizda bemorda o'tkir revmatik isitmaga olib kelishi mumkin bo'lgan deyilyapti. Tasavvur qiling, bizda misol bitta bakteriyani tashqi yuzasida shu o'zi uchun kerakli bo'lgan M proteinlar bor. Ya'niki M protein shu bakteriya sirtida bor edi. Endi bunga qarshi biz albatta immun sistemamiz ish bajarish kerak. Buni qanday amalga oshiradi? Ya'niki bizda shu klassik misol bo'lib ketgan immunoglobulinlarimiz ishlab chiqarilardi va ular shu bakteriya sirtida joylashgan M proteinga yoki shu o'zini FAB qismi orqali xohlasa ikkita yoki bitta band orqali birikib olish xususiyatiga ega edi. Endi xuddi shunga parallel ravishda yurakdagi yoki yurakda muskul qavatida ham shunga molekulyar mimikriya sodir qilish orqali M protein hosil bo'ladi. Buni hisobiga tasavvur qiling, yurakda ham yurakni muskul devorlarida ham xuddi bakteriyaning o'z devoridagi kabi M protein o'rnashib olganligi hisobiga organizm endi immun tizim autoimmun jarayon sodir bo'ladi. Bakteriyani sirtidagi shu M protein orqali bakteriyalarni yo'q qilaman deb endi yurakdagi muskul qavatlarda yoki kardial miyazin yoki miyazin sohasidagi qavatni ham yeb qo'yadi yoki unga zarar yetkazadi. Buni shuni hisobiga bemorda o'tkir revmatik isitma deb nomlangan kasallik kelib chiqadi. Do'stlar, bugungi darsimiz uchun video dars shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.